Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi kunlarda juda ham ko'plab shov-shuvga sabab bo'layotgan voqealardan biri o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari tarqalib ketganligi haqidagi xabarlar ko'p tarqalyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Har bitta yangiliklarga aloqador bo'lgan saytlarni ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'plab holatlarda mana shunga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda yuqori ogohlikni tavsiya qilamiz. Birovlardan, begonalardan kelgan telefonlarni, qo'ng'iroqlarni olmanglar. Chalg'ituvchi qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Siz falonchimisiz deb turib sizni ma'lum vaqtgacha vaqtingizni olib turishga harakat qiladi. Mana shularni sirazi nima deydi o'sha shubhalimi qo'yib yuboringlar. Telegramdan har xil SMSlar keladi. Eng yaqin insonlaringizdan ham kelishi mumkin. Misol uchun menga ovoz bering, mana shunaqa konkursda qatnashayotgandim, kirib ovoz berib yuboring deyishi mumkin. Istalgan bir chalg'ituvchi narsa kelishi mumkin. Umuman hech qanaqa eng yaqin insoningizdan kelsa ham, umuman silkalarning ustiga bosmanglar, hech qanaqa bir parollarni, boshqalarni kimlargadir aytmanglar. Iloji bo'lsa o'sha MyGovdan kirib turib, kredit olish joylarini ham taqiqlab qo'yishlaringizni tavsiya qilamiz. Eng yuqori ogohlikda bo'lishni tavsiya qilamiz. Toki mana bu firibgarliklar sizlarga nima bo'lmasin, zarar yetkazib qo'ymasin.